O bitta shot qoldi bolalar. Mana bu konteynerning orqasidami? Da shu konteyner orqasida. Telefonim qotib qoldi. Ana bahona time boshlandi. Qanaqa bahona? Telefonim qizib ketdi. Kullar olsang bo'lmaydimi? Da, o'zi olishim kerak. Hozir Connect Mobile'ga yozuvchi bormikin? Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Menga kullar kerak edi. Telefonni sovutadigan sizlarda bormi? Albatta bor. Bugun sizlarga bir emas, ikkita telefoningizni muzlatib tashlaydigan kullerlarni obzor qilib beraman va xuddi mana shu kullerlarni Connect Mobile loyihasi obunachilar uchun tekinga beraveramiz. To'liq ma'lumotni esa video davomida aytib o'taman. Assalomu alaykum, sizlar bilan Connect Mobile loyihasi. Keling endi kullerlarimizni unpacking qilib, ichidan nima chiqishini ko'rib olamiz. Birinchi kullerimizdan boshlasak. Ichini ochamiz. Wow, dizayni o'zgacha shaklda ekan, ya'ni olti burchak shaklda. Bu yerda kullerimiz. Bu kullerimiz magnitli, ya'ni MagSafe telefonlar uchun shundoq qo'yganingizda o'zi yopishadi. Ya'ni buni hech qanday aksessuarsiz bemalol mana shu shaklda ishlatsangiz bo'ladi. Va tagini ochamiz. Tagida esa kabel. Bir tomoni USB, bir tomoni esa Type-C. USB portini esa bemalol zaryadnikka ulab, ikkinchi Type-C tomonni esa kullerimizga ulab bemalol telefoningizga yopishtirgan holatda ishlatsangiz bo'ladi. Endi esa ikkinchi kullerimizga to'xtalsak. Ikkinchi kullerimiz birinchi kullerimizga qaraganda kattaroq ekan. Qani ichini ochib ko'ramiz. Bu kullerimiz aylana shaklda ekan. Bu kullerimiz ham magnitli, ya'ni bu kullerimiz ham MagSafe telefonlari uchun shundoq yopishadi. Agarda sizning telefoningiz MagSafe bo'lmasa, bemalol bu aksessuarlar, ya'ni qistirgichlar orqali telefoningizga qistirib ishlatsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari kabel, bunda ham bir tomoni USB va bir tomoni Type-C va bundan tashqari shotka, ya'ni nimadir kulleringizga tiqilib qoladigan bo'lsa, chang yoki qandaydir musorlardan tozalasangiz bo'ladi. Va qo'shimchasiga napalchik. Agarda sizning telefoningiz MagSafe bo'lmasa, mana bu aksessuar orqali mana bunday shaklda yopishtirsangiz bo'ladi. Hozir bizda shu paytgacha ko'pchiligimiz ko'rgan kullerning sal kattaroq versiyasi ham bor. Ya'ni mana bu. Keling shu joyini do'stim Ibrohim tushuntirib beradi. Salom Connect Mobile obunachilari, men Ibrohim va bu kullerni ko'pchiligimiz ko'rganmiz yoki ishlatib kelmoqdamiz. Bu kullerimizni ishlash prinsipi mana bu parrak. Shu tarzda aylanadi va havoni sovutib beradi desak bo'ladi. Hozir buni bu yoqqa olib turamiz va magnitli kullerimizni olamiz. Bu magnitli kuller telefonimizni umuman boshqacha texnologiya bilan sovutadi. Siz o'ylashingiz mumkin, mana bu joyda parrak aylanadi va telefonga yopishadigan joyni, ya'ni mana bu joyni sovutib beradi. Yo'q, aslida umuman boshqacha texnologiyada bu ishlaydi. Keling hozir bitta eksperiment o'tkazamiz. Magnitli kullerimizni qo'yib olamiz va buni tok bilan ta'mirlab beradigan adapterni hozir ochamiz. Bizga hozir galovkasi kerak bo'lmaydi, bizda power bank bor. Bizga hozir mana bu adapteri o'zi kerak bo'ladi. Chunki buni ichidan USB to Type-C chiqadi. Bizni power bankimizga esa faqat Type-C port bor. Type-C portga tiqamiz birinchi navbatda. Buni ulashimizdan oldin keling shu parrakchasini to'xtatib ko'ramiz. Ya'ni bu parrakchasi aylanmasa ham sovuydimikan? Va buni ulaymiz. Ko'rib turibmiz, parrakchasi aylangani yo'q. Bu joyda esa ko'rib turibmiz, gradusi tushib ketyapti mana. 13, 16. Bu yo'g'ini ushlab ko'radigan bo'lsak, muzlayapti. Qanday qilib parrakchasi aylanmayapti, hech qanaqa sovuq havo haydamayapti, lekin bu tarafi muzlayapti. Bu kullerimiz shunday texnologiya bilan ishlaydiki, buni yaxshiroq tushunish uchun mana bu grafikaga qarang. 3 ta qismdan tashkil topgan. Ko'k qismiga e'tibor bering, ya'ni mana bu qismi telefonga yopishadigan tarafi. Bu joy doim muzday turadi.
Qizil qismi esa mana bu qizil qismi bo'ladi. Mana bu qizil qismi bo'ladi. Bu qismi doim issiq turadi. Bu kullerimizning asosiy qismi o'rtasida joylashgan. Ya'ni Peltier modul. Bu Peltier modulni biz tok bilan ta'minlaganimizda shunaqa kimyoviy hodisa ro'y beradi. Mana bu telefonimizga yopishadigan qismdagi hamma issiqlikni u shunday o'ziga yutib oladi. Bu joyga issiqlikni olib keladi va parraklarimiz bu issiq havoni haydab beradi. Shu tarzda bu magnitli kullerimiz ishlaydi. Ozgina tushunish qiyin, lekin qiziqarli ma'lumot bo'ldi. Hozir 20 minutdan beri o'ynayapman. Telefon yaxshigina qizib turibdi. Hozir birinchi kullerimizni qo'yamiz. Mana o'sha gradusi tushishni boshlayapti. Hozir kamerada gradus tushgani ko'rinmayapti, lekin gradus tushyapti. 1 minutda telefonning gradusi tushgani bilindi. Ikkinchi kullerimizni ham ishlatib ko'rdim. Deyarli bir xil, ikkalasi ham yaxshigina sovutib beryapti. Lekin agar sizda Pro Max modellari bo'lsa, ikkinchi ko'rsatgan kullerim, ya'ni yumaloq kullerni tanlaganingiz yaxshi. Endi bu ikkita kullerlarimiz plus minus tomonlari bor. Bu odatiy kullerimizni plus tomoni nima? Plus tomoni masalan telefonimizda mana shunday tarzda o'ynaganimizda telefonimizga hech qanaqa og'irligi tushmaydi. Shunda o'ynayveramiz. Minus taraflari nima? Sekinroq sovutadi telefonimizni. Ikkinchidan sovuq havoni telefonimizdan tashqari qo'limizga ham beradi. Qo'limizda o'sha yarim soatlardan oshgandan keyin o'sha ishlatganlar biladi. Qo'l qanaqadir boshqacha hissiyot bo'ladi qo'lda. O'shanda pauza qilib ishlatamiz. Undan tashqari o'tgan yil 2024-yili yozgi qoq o'rtasi chilla vaqti xuddi mana shu kullerni shuna kompyuterim oldiga keldim, o'zimni sovutish uchun mana bu kullerdan foydalanish uchun yoqdim. Shunaqa ob-havo issiqki, bu kuller sovutishga ulgurmayapti, ya'ni yoqqanman, issiq havoni o'zimga qaytarib beryapti. Sovutish o'rniga yana borib isityapti. Bu bilan nima demoqchiman? Endi yozgi chilla vaqtlar hademay keladi. O'sha paytlarda bu kullerimiz ish bermasligi mumkin. Bu kullerimizning plus tarafi telefonimiz juda ham tez sovutib beradi. Hech qanaqa shovqinsiz. Bu kullerimiz shovqini bor. Masalan, kontent olmoqchimiz. Kontent oladigan bo'lsak, mikrofonga qanaqadir shovqin eshitilib qoladi. O'shanga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bu kullerimiz hech qanaqa shovqinsiz. Shovqini bilinmaydi ham. To'g'ri, minus tarafi boshida buni yopishganda noqulay bo'lishi mumkin, chunki ozgina telefonimiz og'irlik qo'shadi. Lekin boshlanishida bo'ladi bu holat, lekin keyinchalik o'rganib ketamiz. Ssenariy bo'yicha meni gaplarim shu joyda tugaydi va do'stim Umid davom ettiradi. Ana endi videomizning eng qiziqarli qismiga ham yetib keldik, ya'ni konkurs qismiga. Mana bu ikkita ajoyib kullerlarimizni siz obunachilarimiz orasidan ikkita omadli insonga sovg'a qilamiz. Buning uchun shunchaki videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying va video tagida Telegram kanalimiz linkini qoldiraman. Siz esa mana shu Telegram kanalimizga o'tasiz va mana shu konkurs haqidagi postni topasiz va qatnashish tugmasini bosib qo'yasiz. Tamom, vassalom. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Barchangizga xayr, doim FPSingiz yuqori bo'lsin.